sizlarga Audi RS7 dan birga keldik. Qay ko'ra. Bugun sizlarga kelgan mashinamizni qarasangiz, butunlay RS7 ning qiyofatiga kirib olgan Audi A2 2014 niki ko'ngillardek mashinamizning rang jihatdan bo'lamdi, o'zgartgan jihatdan bo'lamdi. Night Dawya oldilar mashinamizning oldi qismiga kelsak, o'zgartganlar deb qolsa, mana bu oldini ham RS ning bovesiga shunjib qo'ygan, chunki undan sirtma bir jup vayzishlik ta'dinda emas, chunki RS niki ranglarmi yuanchang Audining shu hojin yengli rangi ham bu. Mashinamizning yon tarafiga kelsak, ko'ngillardek o'zgartgan qolsa, mana 20 so'mlik Audining Dawfon logosi, undan sirt Amerikaning stop texnika agensi deymiz, KWV'ning joya birinchisi ya, shunga mod detayllari Night Dawya. Hatta ma xo'shijinlarni o'manda Chuntan xo'shijin qo'yash shikilisi ya, jin tam bilan o'zgartirib o'tgan. Hamda mashinamizning orqa qismiga kelsak, ko'ngillarda A2niki mish kayn ang chiroyli qal, yo'lga chiqqan yugan shanba deymiz, degan o'yman. Madiandon va yilarni mana biroq tan bunda Tixan shishasini chiqib o'tgan. Bunda shombiyan siz cho'chiqdan Amerikaning Aspect degan chandan farmer paychidan shuni chiqib qo'ygan, shanlarni ayt xo'chiroyli chiqdi. Kayning veydinglarni mana Shinkan'niki vayzishlik veyding shuni chiqib o'tgan. Qarasanglar, vashshe chiqib. Hamda mashinamizning motor qismiga kelsak, Daihatsu basanchi bo'lgan Sandian litiylik chishazon ya oldiqanliq motor hisoblangan. Yuanchang malisi 333 mali chiqdi. Uningdan sirt suchi 7 xot shishi shonli qilgan hisoblangan. Haqiqiy quadro va to'sin suchilik. Mashinamizning ishchi chiqsak, ko'ngillardagi rollarni mana Urbaniki, mana 7-donliq chash marshut yo'lga qilgan function pansiga shunjiq qo'ygan Bopen Xondan deymiz, endi shuni Xondan emas. Hatto mana EBO'larni mana S-niki EBO shunjiq qilgan, bir raqam Tixan qilib. Xotlarni mana Agasondan badaymiz. Ko'ngillarda ishchining butun fugajanlarni mana chintani, butun chintan bilan mana shunjiq qilib o'tgan, mana dengizda mana akın taraq bo'lib o'tgan. O'rindiqlardan tortib S-niki bir jup o'rindiqni silibdi. Mana mashina S tegisi ajr qilgan mashina. Hamda mashinamizdan avvalga kelsak 2014 nafs qo'ygan, Urumchi yerlik bir qo'l butunlay zavod sir, mush to'shaq gayzonlar va Audi A2 ni mush S-ni qiyofatiga o'zgartirib qo'ygan. 100 ming kuni azroq to'piga berib o'tdik. Mushta A2 deydi, o'zgartirib qo'ygan deydi. Yaman deydi deganda so'zib qolsa, shu yer telefon nomeri va davomliq qo'yib deyishimiz.